Ha, 2,5 oyda. 4 million 100 ming so'mdan olib boqqan tashladingiz. 200 ming. 4 million 200 ming so'mdan boqqan tashladingiz. 6 million 200 ming 100 ming so'mdan qassobga chiqardik. 2 oyda qisqasi necha pul edi, masalan deylik. Hop, rosa borsa har bittasi 500 ming yo 550 mingdan yeydi. 500 ming 550 ming yeydi. Yesa. O'shanda qancha 2 oyda 1,5 million daromad qilsa bo'ladi. 1,5 million daromad qilsa bo'ladi. Olishda qanaqasini olib boqish kerak deylik. Masalan, tavsiya beringda, obunachilarimizga ham qiziq. Olishda qo'ydimda ko'rishadi belanishlar. Xo'p, mana Arpani tuyilgan. Endi monosini qarang. Bunisi tuyilgan makka. Makka makkani pachaqlab tashlangan. Bu ko'p yerda bordim, pishirib berishar ekan, masalan, butuncha berishar ekan. Siz nimaga buni hammasini qarang, bug'doy ham, bu ham chaqib berilgan, nima foydasi bor deylik, masalan. Mana mashina siz bo'lmasa necha pulga olodingiz? Ochiq oydan aytavering, mana obunachilarimiz ham yana qizig'i. 4 million 450 mingga oldim. 4 million 450 ming so'mga olingan. Mashalloh, akalar. Hozir 122 kilo chiqdi dedingizmi? 120. Qo'chqor necha puldan so'yib olishyapti? Hozirgi kunda qo'chqorni 122 ming so'mgacha so'yib olishyapti. 122 mingga so'yib olishyapti. 122 ming so'mgacha so'yib olishyapti. Shunda necha pul bo'lar mana shu qo'chqor? Pramenni. Misol bu qo'chqorimiz 100 kilo go'sht qildi desangiz, Hop, 10 million 200 ming pul oladi. 10 million 200 ming. Ha, misol 100 kilo. Misol, hali 100 kilo kelmaydi, misol. Oyoq og'riq kasal nimadan kelib chiqadi deyapman hozir. O'sha revmatizmni tagi chata. Assalomu alaykum kanalimiz hurmatli obunachilar. Azzamjon menga uy sharoitida arzon usulda mununda qilib qo'chqor boqishni o'rgating degan akalarimizga bugun akalar xudo xolasa Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, xudo xolasa o'sha arzonchilar qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Akalar xatta kuniga bugun payshanba 2025-yil 1-avgust. Akalar xudo xolasa o'sha oddiy uy sharoitida bir 10 ta 15 ta qo'chqor boqib mununda qilib katta daromad qilmoqchiman degan akalarimizga maksimal darajada bu videoni tarqatib qo'yasiz. Akalar ko'pchilik like bosmayapti. Like deb bosib, kommentariyada o'tanga rahmat, mana shunchalik qilib boyapsizlar ekan deb yozib ketish esdan chiqmas. Akalar xudo xolasa o'sha trendda arzon soliqlarda olib kelib sotayotgan o'sha Azbek akamizni xonadonlardamiz. Chiroyli qilib o'zlaridan qanaqa qilib olyaptilar, qanaqa qilib necha oy oldin tashaganlar. O'sha ma'lumotlarni bilganligimiz. Yo'masam o'sha Azbek akamizni o'zlari. Ya Azbek aka, nimaga so'msiz? Charchamasdan. Mashalloh, akalar qo'chqorlarga ko'z tegmasin deganlar o'sha gap. Bittadan like-ni bosib qo'yasiz. Mana uni qarang. Azbek aka, Azamboy sog'liq chiqardi-ku. Hop. Ko'p obunachilarimiz aytishdi, baxt sirlarini ham bir ko'rsatin deb yosh katta hoji akalarimiz aytishdi. Hop, O'sha maqsadda sog'liqlarimiz to'g'ri baqilayotgan sog'liqlar tugadi. tugadi. O'shani hisobiga baqilayotgan qo'chqorlarimdan ko'rsatay. Xudo xolasa Azbek aka bugun kelgancha ma'lumotini beramiz. bugun xudo xolasa nima deydi? Ipidan yignasigacha deydimi? Yignasidan ipigacha deydi. Xudo xolasa o'sha hamma ma'lumotni berasiz. Mana oddiy uy sharoitida uni qo'chqorlar dumbasiga bitta baho berib qo'ying akalar. Bu qo'chqorlarda Azamboy ko'p bo'lgani yo'q. Ko'p bo'lgani yo'q. Prosta endi har kimni har xil baqishi. Hop. Buni endi baqishda ham baqishi bor-da. Misol bir xil odamlar bor. Mana da 4 ta oshna og'ayning ichida katta ketib, men ham qo'yal tashab qo'yganman deb gapiraveradi. Nimaga buni Boqishni baqishi ham bor. Ha, og'andan keyin maqsad bundan daromad qilishda. Shunday daromad. Inshaalloh bu qo'chqorlarimizga 3 oy bo'lgani yo'q Azamboy. Xudo xolasa. Hop. Buni qanday yem beriladi? Rejimi qanday? Aytyapman-ku. Oxirida qarang, top-toza. Oxir top-toza. Suv bormi, yo'qmi? Suv yo'q, mana hech ko'rmadim suv. Biz maqsad 2 mahal suv tutamiz. 2 mahal. 2 mahal. Nimaga? Buni tagi turibdi. Ko'pchilik aytadi-da, bizni qo'ralarimiz tagi nimaga bilchillab ketyapti. Bilchillab ketyapti. Bu quruq mana. 2 mahal suv tutishadi. Hop. O'ziga kerak, organizmga kerakini ichib oladi. Ha. Organizmga kerak emas payt aylanib yuraveradi. Misol, mana edi oxirida suv tursa, xohlagan payt ichib, xohlagan payt siyib, u tagini uyutib yuborish mumkin-da. Qo'chqor oyoq sog'liqda ham, qo'chqorda ham oyoq og'riq kasalligi o'shandan kelib chiqadi, revmatizm. Ha. Yozda ham bo'ladi bu narsa, qishda ham bo'ladi. Ko'pincha erta bahor kuzatiladi bu holat. Kuzda erta bahor kuzatiladi, qishda uncha bo'lmaydi. Azbek bular mashaga kirganiga necha oy bo'ldi? 2,5 oy bo'ldi. 2,5 oy bo'ldi. Men bir yerda qo'y video qildim. Ko'rgan bo'lsangiz, Sobral domlanida har 20-15 kunda bir qo'ylarni bir 1,5 kilometr aylantirib turamiz deyishdi. Shu nima? Aylantirish kelib turish kerakmi asli? Endi aylantirib tursa ham bo'ladi. Bo'ladi.
endi aylantirgani Sharoiti yo'q-da. Bayda qo'radan chiqaradigan holat yo'q. Nimagaki biz qo'raga olib kiramiz, 5 oy 6 oy boqamiz, Keyin chiqadi. Keyin chiqadi. Ungacha chiqarmaymiz. O'tib ko'rsatib. Gapingizni bo'ldimda Azbek ana ana tinnag'i o'sib ketganlari bor ekan. Ko'rgan bo'lsangiz ana asha oyoq og'riqqa sababchi bo'lib qolmaydim deyman-da. Yo'q, unisi haligisi yo'q. Mana qo'chqonlarni qarang akalar. Musal bo'lib ketishidan kelib chiqadi oyoq Mana tinnaqlari o'sib mana akalar. O'sib ketgan. Bu olinganda ham shunaqa edi. Nimaga qaramag'anmiz? Buni olingandan keyin misol tuyog'ini qirqib, buni qo'rani ichiga o'tkazadi bo'lsangiz, sraz oyoq og'rib qoladi. Ha. Buni tagi yumshoq-ku. Tagi yumshoq. Misol bundaqa sementda yursa arimaydi. Lekin buni Qo'l baqot o'yin qo'chqonlar qiynamay bu qarang akalar voy. O'zi yukini arang ko'tarib yurgan bo'lsa, bular qiynash kerak yo, yuk mana. Necha bo'ldi deysiz mashinaga? 2,5 oy bo'ldi. 2,5 oy. Misol yolg'on gapirish emas. Endi kim aldasa hali o'zini oldirar. 2,5 oy bo'ldi. Misol ko'pchilik buni kami 5 oy 6 oy turgan deydi-da. Nimagaki buni yem berishda ham ishi bor-da, rejim. Ishi bor, rejim bor. Ha. Qanday yem beriladi, qanday hayvon qaraydi, mana monolarni ko'rib ta'zam bu. Hay janob akalar. Ularni. Mashalloh. Siz bilan bizga ham anaqasidan olib odamni nima deydi? Qo'chqorini qo'ydi, liboy qo'yini ham yoniga kelsangiz, haligi qochadi bitta burchakka. Shunday. Bular odam ko'rgani qolibdi-da o'zi. Misol qo'yga e'tibor bersangiz, qo'y ortiqchaligi egasiga g'ashlik ham qilmaydi, unda yoniga kelsangiz, xotirjam turaveradi. O'zingiz ham maza qilasiz. Mana akalar, buni qarang, voy. Bunday hali qildim men. Men asosan akalar, dumbaga ishqoz bo'ldim. Dumbani qarang, hammasi. Mana odamning o'zi o'ynashib, mana akalar. Qarang, voy. Qo'ydim, masaj qilsa qo'yga ham yaqaygan. Qarang mana. Qarang, qo'y o'zi turib berib endi mana qarang, bo'yinladi. Mana. Voy akalar. Eslik va. Qo'yamizni yashiga ham aytib ketaylik endi mashina. Yashini endi chiqaryapti shuni. Asha nima deydi ash gapingiz bo'ldi? Ko'pchilik qo'z olib boyapti. Iktish olib boqqa yaxshimi yo qo'z olib boqqa yaxshimi? Qaysi biri yaxshiroq daraman? Iktish ham yaxshi. Xo'p. Qo'zini ham qanaqasini olish kerak? Shu ekitishga chiqishidan bir 2 oy, 2,5 oy oldin olish kerak. Ha. Misol endi haligi hozirgi barra qo'zini olayotganlarga gap tegib ketmas, ming bor uzr lekin. Xo'p. Lekin bizni sharoitimiz shunday. Ha. Buni tishi 2 oy, 2,5 oyda chiqadi-ya deymizda, keyin qo'raqa tiqamiz. Keyin 2 oy, 2,5 oyda qo'y o'zini qo'yib oladi-da, tish chiqishga kelganda. O'zini qo'yib oladi. Ha, mana misol mashq qo'ylarimiz endi tish chiqdi mana. Mana. Endi yangi chiqdi. Hurmatli obunachilar mana. Ichidan qo'zisi ham chiqdi. Boqishi ham bor-da. Ha. Endi buni qo'ylarimizni qarang. Mana. Bu qo'radan nimaga 3 dona? Hop. 3 dona. Hop. Sabab shundayki, ozgina bir ikkitasi qassobga tayyor bo'lib qoladi. O'sha 2,5 oyda ichida. Ha, 2,5 oy ichida. Endi daromadini ham aytib o'tib ketay, o'sha 3 tanasi chiqardik. Bular 1 million 200 ming so'mdan tushgan qo'ylarni chiqardik. 6 million 100 ming so'mni 2,5 oyda. 2,5 oyda. Ha, shu boqish kerak-da buni. Ha. Biz quruq xashak bermaymiz. Nimaga? Yo'q. Biznikida 2 mahal yemaydi. 2 mahal yer. 2 mahal. Ertalab yemaydi, kechqurun yemaydi. Shu. Mana qarang, qo'lda ham yeb tashlayman deyapman, qarang. Bu qo'yimizni ham ko'rmazdan. Mana qarang. Qarang. Bu qo'yimizni qo'chqor deb olib keladi, g'azzam. Qo'chqormi bu? Ha, men ham qo'chqor. Ha. Yo, bu nima bu? Pichmami deyman? Pichma chiqib qoldi. Ha. Alay qo'yishibdi. Ha. Qaramag'anmiz. Pichma ekan, kela mana. 122 kilogramm bo'ldi bu. Mana. Hozir turish holati. Ha, bu 3 oy bo'ldi buni kelganiga. Bularga 2,5 oy oldi. Bularga 2,5. Bu 3 oy bo'ldi. Qarang akalar. Bu dollarlik qo'chqorlar bo'ladi. Qo'chqor bo'lsa o'sha dollar buni qarang. Naslga kelgan. Naslga. Simjun qo'chqor ekan o'zi ham. Naslga kelganda endi eshitishga chiqdi bu. Ha, misol. Mana akalar. Qarang, voy. Oddiy uy sharoitida, bu ferma emas. Oddiy uy sharoitida. O'zi birga Qur'onga kelganlar hammalari bilishadi. Obunachilar. Mana. Mana Oddiy uy sharoitida bu qo'chqorlarni boqib. Hozir 100 kilo, 100 kilodan o'tdi, 100 kiloga Ey jonivorlar. 2,5 oyda. Uzoq qo'chqor necha oy baqasiz o'zi? Uzog'i 4 oy. 4 oy. Rasa ko'payib ketsa 4 oy boqamiz. Hali odamlar 6 oy, 7 oy, 1 yil vaqtda. Endi hammani fikri bir xil emas deydi-yu. Prosta haligi misol bir xil odamlar bor. Jicha berib 1 yil sudraydi. 1 yil sudraydi. Buni 1 yilda 3 marta oborot qilish kerak. Ha. Misol buni 1 yilda 3 marta oborot qilsangiz, agar buni 1 yilda 1 marta oborot qilaman desangiz, 3 marta oborotingizni qilmaydi.
Ha, ha. 3 marta oborotimizda qilmaydi. 4 oyda sraz almashadi. 4 oyda almashadi. Mana. Rosa ko'payib ketsa 4 oy. Yana 1,5 oy, 1 oy tursa bo'ldi, bular chiqib ketadi qo'radan. Qo'rada. Ha, o'zi tashdi yetilib ham qoldi-da. Bash qora hammasini bo'lib chiqqan ekansiz-da. Necha bo'lingan mana shu necha metrda bo'lib. 2 metrga, ichi ham 2 metr. 2 metrga 2 metr ichi ham. 6 ta qo'chqor turaveradi. 6 ta qo'chqor turaveradi. Bu hammasi shunaqa qo'ralarimiz. Haligi ko'pchilik katta qilib tashlab qo'ysa suzishadi, gangirib qoladi deydi qo'chqor. Sho'x bo'ladi, bekarga nomi qo'chqor emas deydi. Azamboy qo'chqorda suzishdan gangiramaydi. Nimaga? Bu miyada qurt bo'ladi. Hop. Qo'yni yoshligida ukar dorisini qilish kerak. Ha. Misol suzishda agar qo'chqor gangiroladigan bo'lsa, azamboy shu paytgacha biz mashhurada mana misol mana shu 3 ta qo'y turibdi hozir. Hop. Mashhurlar 2-3 kun ichida suzishib gangirib qolish kerak-da. Ha. Bular suzishmaydi. Bular suzishmaydi. Mana. Misol qo'y suzishib umuman gangiramaydi. Mana YouTube'da ko'ryapsiz-da, qo'chqorlarni urishtirishyapti. Ha. Ko'ryapsiz. Qo'chqor urishib gangiramaydi. Kim haligi gapirsa haligi qilib gapirishaversa, lekin ularga gapirish emas. Qo'chqor mana. Prosta ukar dorisini qilib vaqtida qarash kerak-da. Vaksinalarni qilish kerak qo'ydi. Qisqasi mana shu yerda yeb yotaveradi, mana shu oshida 2 ga 2 dedingizmi? 2 metrga 2 metr. 2 metrga 2 metr. Suvini 2 mahal tutamiz. Qachon tutasiz suvni asosan? Soat 10 da tutamiz, shu mana shomdan keyin. Shomdan keyin. Shomdan keyin. A bitta soat 2-3 larda tutilmaydi. Yo'q, yemini yeb olgandan keyin. Mana. Mashalloh, akalar. Mana qilib boqish nasib qilsin dedi. Siz o'zingiz asosan qisir soliq sotasiz-da. Qo'chqordan yaxshi daromad qiladimi yo soliqdan yaxshi daromad qiladimi? Asosan soliqdan. Asosan soliqdan. Asosan soliqdan. Nimaga siz o'zingiz masalan deylik soliq boqmayapsiz, qo'chqor boqyapsiz? Soliqlar tugadi. Tugadi. Sotib oldingiz. Soliqlar tugadi. Soliq ham baqardingiz. Endi soliq tashlab uchastkega xudo xolisa. Ha. Picha qoldi. Mana. Bu ikkalovini ham baqaman-da, iqtisod soliq ham qo'chqor ham. Nimagaki bu misol hozir shu sohaga kirganimga o'zim 26 ga kirdim. Hop. 16 yil bo'ldi. 9 yoshimdan beri shuni Mana qo'ydi ichida. Ha, 9 yoshligimdan mana shu qo'ydi ichidamiz. Xudoga shukr. Yomon bo'lgan yo'q. Yaxshi daromad. Daromad zo'r. Xudoga shukr, yomon emas. Misol bir odamlar ko'pchilik telefon qilishadi-da, misol qo'y boqib, foyda qilmayapmiz. Nima sabab deyshadi. Hop. Prosta qarash kerak, xolos e'tibor berish kerak-da. Qo'ydi yaxshisini olib, olishda ham adashmasdan. Misol soliq chiqaryapman-a, ko'ryapsiz. Kecha chiqargan solig'im deya bor, bir kishi aytib ketdi-da. Hammasini bir kishi olib ketishdimi? Endi haligi boqib yurgan, yaxshi daromad qilgan odamlar kimdir 100 ta boqisi kelsa, yaxshi daromad qilmasa 200 ta baqaman deydi-yu. Shundayda. Qo'ylar ham bor. Kelganda odam yona kiymasdik. Hurkakmidi? Kelganda juda hurkak qo'ylardi. Qo'ydi qarang. Hozir holatini qo'ylardi. Mashalloh. Endi ularni yemini ham bir ko'rsatib ketdi, ko'pchilariga pishirib beradi deyshadi. Hop, siz pishirib bermaysiz. Pishirib bermaymiz mana. Bo'ldi, akalar, mana. Mana shu dumbani nima chiqarishga o'sha bir ma'lumotlarni olamiz endi. Mana. Nima mana shu narsalar edi? Mana shu narsalar, mana silos. Silos bu. Donli silosmi bu? Donli, mana. Ko'ryapsiz, ichi to'la don. Don, mana. O'ziniki, sveji. Buni bug'doy chaqilgan, maydalangan mana. Tuyulgan bug'doy. Tuyulgan bug'doy. Tuyulgan bug'doy. Buni tuyulgan arpa. Bunda tez hazm bo'ladi, o'ziga tanaga tez yuqadi. Ha. Tanaga tez yuqish sababli misol mol boqsa ham, hop, qo'y boqsa ham hammasiga quruq, nima gapingiz bu? Quruq bo'lib berishda nima foydasi bor? Ko'p yerda pishirib berishadi. Bu ek barobar ko'tariladi, pilist barmog'i bo'lishadi deyshadi-da. Quruq berishsa ham bo'ladi. Hop, pishirib berishsa ham bo'ladi. Ha. Ikkovini natijasi bir xil. Misol, mana makkani butunicha berishadi, donni butunicha, chaqilmagan holatda mana shu don butunda. Butun donni misol qo'y yegandan keyin 2 soat, 3 soatgacha oshqozonda turadi-da, tanaga yuqmaydi. Yine og'zidan makka chiqarib tashlaydi. Makka chiqarib tashlaydi. Misol o'zimiz ham osh yesak qanday bo'ladi? Qachongacha to'q yuramiz-da misol. Shunday. Tanaga tez yuqish sababli bu makkani, bug'doy, arpani hammasini chaqib beriladi. Shunda haligi tanasiga haligi nima deydi? Tez yuqadi deydi, yuqlar. Organizmga tez suv yuguradi-da. Buni silos ko'pchilik aytishadi-da, bu molg'a deyishadi. Buni ne только mol, mana shu qo'ylar ham yeydi. Qo'ylar. Ko'pchilik tagini o'tib tashlaydi deydi. Ana qo'ralarni ko'rdingiz. 2 mahal silos yeydi. 2 mahal. Bular endi bu yemda nima deydi? Vaqt bilan beriladi deysiz. Qachon beriladi? Ertalab 7 da edi. Hop. Shomdan yarim soat oldinroq edi. Bitta hech bo'lamaydi. Bitta hech nima berilmaydi. Shu yetadi o'zi. Yetadi. Yetadi.
Kechgacha. Suv iç bola berilmaydi. Lekin men suv ichadi bitta. O'sha 10 ta suv ichadi, endi shomdan keyin. Shomni, o'sha 10 larda suv ichsa, Ha. keyin ayog'i ichib bo'lmaydi. Ha. Kechqurun bitta suvni ichadi, shundan yotadi qo'ylar. Ha, ha. Mana shu sababli mana Xudoga shukr, shu paytgacha mana shuncha Yaxshi daromad bor. Ha, daromadimiz zo'r, yomon emas. Ha, ha, ha. Yaxshi daromad bor. Ha. Mana akalar. Mo dumbani, qani hammasi dumba osilib, qani haligi go'shtdor qo'yib deydi, mana haligi go'shtga haligi masalan mana shu Mana bir bilan mana o'taydi. bir Bosh yangi olsa. mayli bir obunachilarimiz mayli. Mana shu bel bilan mana yelkani kengligi bir xilda bo'lsa, olishaversin. Ine dumba tikka bo'lsin monondaqa. Ha, 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 ha. Ine haligi qo'y ekan deb beli yolg'on, yelkasi yo'q qo'y, u qo'y bo'lmaydi. Qo'y bo'lmaydi. Qo'ydan daromad qilib bo'lmaydi. Ha. Mana qo'ylarimiz hammasini beli keng, yelkasi keng. Mana bu qo'ydan daromad qilsangiz ham, ine mana yuzga ham e'tibor berish kerak, buni bashara ham sal chiroyli bo'lish kerak. Chiroyli bo'lish kerak. Chiroyli bu. Ertaga omoq sotmog'i bor, yemoq qismog'i bor degan gap bor. Ha, ha, ha. Sotmog'i bo'lgandan keyin bu qo'yni sotadaganda ham misol mana ko'pchilik hozir buni to'y sezonga boqyapmiz-da. Ha, ha. Bu oyda o'zi to'ychilar xudo xolos chiqarish boshlaymiz. To'ychi hamda yuziga qaraydi, ta to'xta mash qo'y yoqdi debdi. Deyishadi. 500 ming 1 milliongacha raznica qiladi. Qiladi. 1 milliongacha rol o'ynaydi. Qassobga qaraganda to'y sezonga sotsa 1 milliongacha yaxshi daromadda bo'ladi. 1 milliongacha yaxshi daromad qilsa bo'ladi. U ana shu zotga ekanchilik yaxshi ham ana shu qana. Qo'chqarimiz ham boshqacha edi. Kelganda Buni qara. Hey jonivor. Dumbalarni qara. Mashalloh. Kela. Yetishga chiqishlik endi chiqyapti aka, hali yetmayapti yetishga. Ha shu necha pulga olib tashladingiz? Buni 5 million 200 mingga olib tashladim. 5 million 200 mingga. Ha, 5 million 200 ming. Ha, YouTube'da ko'ryapsiz $1000, $800, $900 sotilyapti. Sotilyapti. $1000. Zotga. Ha, $1000, $1200 qilib qo'yishyapti. 1.5 ming ham qo'yib qiladi ko'ryapti. Ha, ha, ha. Mana og'amiz 5 million 200 mingga. Qo'chqarni qarang. Hamma yo'g'i toza. Toza. Ha. Kela. Mana. Mana shunaqa qilib boqib yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Boqishda ham boqishi bor deyaptilar-da. Ham boqishi bor-da. Endi qo'y boqar ekanman deb hali 10 kelgan narsani ho'lida olib chiqib tashlana olmaydi-da. Ha, ha. Daromad qilish kerak. To'g'ri. Akalar, mana qilib boqsa yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Mana. Hammasini qarang, bir xil bo'lib yotib oldi. Qarang mana bularni. Mana. Tevadagilar ishga tushirdik-da. Ha, salqinda yotishadi endi bular. Endi yotadi. Nimaga shomgacha yotadi. Shomdan yarim soat oldin o'zi turadi, mana shu oxirga keladi o'zi, avizatorni. Sirazi. Yarim soat oldin qo'ylar biladi o'zi. Ya bittasi baraydi. Ya g'ashliq qilib aqabaqa yugurishadi. Yugurishadi mana. Yemga Hozir qarang, jim qarang hammasi ko'shini qaytarib yotibdi. Mana hammasi jim yotibdi. Yem mahal o'zi bilishadi-da. Yem mahal biladi. Ertaman ham yem mahal biladi. Ertaman ham shu 7 gacha avizatorni yotadi qo'ylar. Ha. Yetib yurib, ya bittasi aytaman, baraydi, ya mana bir-ikki yugurishib oladi. Yugurishib oladi. Mana. Mana shunaqa qilib daromad qilsa bo'ladi, deng akalar. Xudo xolasa. Hazbek aka, yaxshi qisqasi nima deydi? Obunachilarimizga mana boqish tavsiya qilaverasiz. Mana qilib boqsa, sog'liqdan ham, qo'chqordan ham daromadi zo'r bo'ladi. Sog'liqdimi yo qo'chqordimi? Qo'chqorda ham, sog'liqda ham. Misol, sog'liqda ham, misol o'zim boqada qolsam 2 oy boqaman. Sog'liqda. Ha, 2 oy boqaman. 3 oy Ha. boqaman. Qo'chqor 4 oy. Qo'chqor 4 oy. Agar mahna qilib yem berib, men aytganda qilib yem berib, sog'liqda boqsa 2 oyda tayyor bo'ladi. 2 oyda. Sog'liqda Qo'chqorni boqishda. mahna qilib boqsin, 4 oy boqsin. Azbek to'g'ri aytgan ekan deydi. Telefon nomerimni ham qoldirib ketilaveradi video nimasida. Misol qiziqqanlar bo'lsa telefon qilishaveradi, bitta yarimta. Ish qog'ozlari sotilaveradi. Shu ozosi sotilaveradi yani. Nomeringizni qo'yib ketaylarmi? Endi nima deydi, kimdir YouTube'da ko'ryapti, mana shu to'yga menga qo'chqor kerak edi, yo'qmasam zotga qo'chqor kerak deganlari bo'lsa, ish qog'ozlari mana shu qo'chqorlar zotga o'ta yeydi-da. Mana qarang, mana shu razrez hamma yo'g'i kelishgan, kela mana. Ish qog'ozlari bo'lsa mana bemalol. Mana bu qo'chqor turchi, Tur. Hit. Hey jonivor akalar, mana qarang. Bu ham ekchik endi chiqdi, videoda ko'rsatdik buni ishini. Ekchikka endi chiqdi. Ekchik endi chiqdi. Ish qog'ozlari bo'lsa, nima deydi? Aloqa chiqasizlar, nomerlarni qoldirib ketamiz. Nima deydi? Aloqaga chiqishadi. Qanaqa qilib baqish kerak, hammani Bilmagan ma'lumotini yetkazib beradi. bilmagan joylarimiz bo'lsa, so'rab bilib olishaveradi. Bemalol Mana, hurmatli obunachilar, Xudo xolasa. yetkazib Mana beradi. qarang, odamni kuchi yetmaydigan qo'chqorlar, akalar. Bular ham hozir 100 kilo, 102 kilo bo'ldi mana shu. Turish holati. Ha, olinganda 80 kilo, 85 kilogacha.
85 kilo. ham masada qo'y. Ha, ha. 85 kilo ham masada. Mana. Demak, eng zo'rini tortganmiz. Ash chiqqan 85 kilo. Mana bu qora ekan. Mana. Mana shu qora 85 kilo. Mashallah. Bu hozir 112 kilo bo'ldi. 112 kilo. Prosta mana shu rejimda Boqish kerak. tavsiya qilaman obunachilarga. Ha. Bemalol. Akalar mana uy sharoitida arzon usulda tez qo'ydi tayyor qilish. Mana arzon usulda video yoqqan bo'lsa o'shaga videoni like bosib, kommentda otangga rahmat deb qo'yish esdan chiqmas. Sizga ham bizga ham aynaqasidan olib boqish nasib qilsin akalar. Buni qarang, qo'chqorlar. Lekin o'zim ham havas qildim mana. Qo'chqorni hammasini deb dumbalariga yetib bering akalar. Hammasini azami tikka dumbada ham ish bor. Hammasini haligi yorma dumba deng mana. Hammasi mana yorma. Hammasiniki yorma mana akalar. Qo'chqorlarni qarang. Xudo xolasa telefon qilib baqish kerak. O'sha ma'lumotlar so'rashaversin bemalol. Yetkazib beraveramiz azami qo'limizdan kelgancha. Mana shu yerda birinchi mashaga qo'yib boqishni boshlaganimda 2 dona qo'chqor bilan boshladim. Boshi birinchi 2 dona. 2 dona qo'chqor tashlaganman. Qiziqishga tashlaganman, unda ham sog'liq boqardi. Ha, ha. Hamida qura bo'lardi, azam bu. Bo'yni qora bo'ladimi bu tomonda? Devorgacha qura bor edi, keyin buzib tashlaganmiz. Endi xudo xolasa bahordan beriga qura tushadi. Ha, ha. Sog'liq boqlar. Ha, sog'liq boqlar. Sog'liq boqlar mana. Sog'liqlarga hozir uchastkaga joy qilganmiz, 6 sotik uchastkaga. Mono qo'chqorlarni o'sha 2 ta bilan boshlagan bo'lsam, 2 tadan 4 ta qildim. 4 tani sotdim, 10 ta oldi. 4 tadan 10. Mayda-maydarog'idan, Ha, sal undan xiyol kichikroqdan olib, baxmarog'idan 10 ta. Misol men ko'p baxmayman, raza ko'payib ketsa 4 oy turadi. 4 oy. Razada qolsa 4 oy turadi. Mana, kelar mana shu qo'chqorni 10 millionga sotsangiz, deylik, buni puliga 3 ta beradi-da. 3 ta beradi. Beradi. Shunaqadan boqib, sekin-sekin 4 oy, 3 oy, 4 oy. 4 oy 3 oy. Yetar. Mana shu rejimda baqish kerak. Nimaiki mana oxir top-toza turadi-da, ichida Mana. narsa yo'q, hech nima yo'q. Top-toza turadi. Hazbega ma'lumotlar bugunga shular. Bugunga shular. Xudo xolasa, kam ko'sti bo'lsa, oldindan uzr, xudo xolasa. Uzr lekin. Nima deydi? Bizdan kattaroq bilganlar bilmaganlar bor. Endi biz qo'ldan kelganicha ma'lumotlar berdik. Ma'lumot beryapti. Xudo xolasa. Nima deydi? Bemalol Tavsiya qilaverasiz. Ha, ma'lumot Qolib ketgan bo'lsa, so'rashaveradi. so'rashaveradi. ham bemalol so'rashaveradi. Bemalol. Qo'limizdan kelgancha tushuntirib. Bo'ldi. Akalar, xudo xolasa, bemalol qolgan kamchiligi bo'lsa, oldindan uzr, bemalol telefon qilib so'rasizlar. Akalar, bugunga shular. Xudo xolasa sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, tamom.